Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men sizga rahmat aytgani keldim. Sizni birgina imzoyingiz bilan noturar joyimiz turar joyga aylanib ketdi. Sizga rahmat aytgani keldim. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Nimalar deganingiz bu? Osmondan tushganmisiz? Shu ham oftobga tekinga chiqmaydi. Siz ishingizni xalqqa beraman deb men tepaga qancha pul berganman, buni bilasizmi? Hammasini joyiga qo'yib qo'ying. Xuddi shunga o'xshash holat Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida qayd etildi. Yana ham aniqrog'i, Qumqo'rg'on tumanida bosh arxitektor lavozimida ishlayotgan shaxs o'z mansabidan foydalanib, fuqaroning noturar joyni turar joy obyekti holatiga o'tkazib berishini aytib qilgan murojaatiga ijobiy xulosa berish uchun 800 AQSh dollaridagi pulni talab qiladi. Murojaatchi ayol o'z o'rnida mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga ma'lum qilgan. Shundan keyin tezkor tadbirda pora talab qilgan mansabdor daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Ushbu holat yuzasidan ish jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasining 2-qismi V bandidan nazarda tutgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin va unga Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan 2 yilga davlat ishtirokidagi korxona, tashkilot va muassasalarda mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Oson topilgan pul oson ketadi deyishadi. Agar o'sha pul pora bo'lsa, ishoning, butun hayotingizni ham ostin-ustun qilib yuborishi mumkin. Shu bois tinchgina, ko'ngil xotirjamlikda yashay desangiz, pora olishdan ham, berishdan ham tiyiling.